Vaziyatni go'zalligini qarang. Bitta erkakda xotin bola chaqasi bor. Mana bu ayolni ikkinchi xotin qilib nikohlab olgan. Xotinini sevmaydi. Buni nikohlab olganini bolani uydagilar hamma biladi. Faqatgina kechasi uxlashga boradi xotinning yoniga. Xotinida ko'ngli yo'q, buni sevadi. Buni endi tug'dirmoqchi sevgani uchun. Eng qiziq joyi, bu ayolda o'zini ham 4 ta bolasi bor birinchi eridan. 5-chini tug'dirmoqchi. Ayollar kallani ishlatinglar ozgina. Birinchi xotinni sevmasa hech kim, hech qanaqa kuch erkakni ushlab qola olmaydi. U joyida ajrashib sizga uylangan bo'lardi, siz bilan yashagan bo'lardi, sizni shunchalik qattiq sevsa. Uyiga uxlashga borib nima qiladi? Hamma bilsa sizni. Hech kimdan qo'rqmasa, ochiq oydin bo'lsa, bormasin uyiga ham uxlashga. Siz yoningizda yotsin. Faqat uyga uxlashga boradilar. Xotinni vannaga qo'yib, qamab qo'yib uxlar ekanmi? Kallani ishlatinglar ozgina. Nima deysizlar? Kommentda ko'raylik ayollar.